ko'ringani bilan juda ham murakkab tomosha. O'zi dorni ustida dor deb ataladi bu tomosha. 3 ta odam bilan bajariladi. E'tibor bilan qarang. Tayyorgarlik ko'ringlar, olib beringlar mahkamga. Katta ko'tardi. Bu dastur tomoshalar katta dasturlarda, sirklarda o'ynaladi, Shapido sirklarda bo'ladi. Buni ommaviy ochiq maydonga olib chiqdik, ko'ring, tomosha qiling. Bu kasb hunarlarda buni ustozlar o'ynab o'tgan. Dorni tepasida bitta oyoqlarga patnislarni, pichoqlarni bog'lab o'tgan. Dorni tepasida qoplarni kiyib o'tgan. Bu o'yinning nomi piramida deb ataladi. Piramida tomoshasini ko'ringlar. Marhamat, mahkam bo'lasiz. Hop, ehtiyotlik bilan ikkalaylar hojaga teng qadam bosinglar. Bitta noto'g'ri qadam odamning hayotini o'zgartiradi. Bitta chiroyli musiqa bo'lsin. Bamisoli bir chelak suvni chaypamasdan u tomonga bu tomonga olib ketishlar barobar tomosha. Marhamat, qarang. Boshqalar turgan holat. Ana endi qarsiy to'saga arziydi. Hadi bosamiz. Olib ketmasdan. Yormadi. Qorboz. Odam seni lochinim degan. Qarang, esa halqimiz yashagan ishim savolim. Zamonlar olsamas xayolim. Fakat holatda tomosha bo'ladi. Har zamonlar ertaklardan dostonlarga o'tgan sening qasida. Hozirga sekin astalik bilan o'tirib tepaga bo'ladi. Zamonlar yerdaglardan dostonlarga o'tgan sening qasidang. Qasidang emas, el ichida yurgan seni asli nasibang. Maqsading ne deb so'rasalar, maqsading ne deb so'rasalar, o'zga yurtga tinchlik yo'q, omonlik. Maqsadinglardan o'rgilay dorboz. Dorbozlarga bitta baqirib Xabardorlar, dorbozlik san'ati 2,5 ming yillik tarixga ega ko'hna san'at atalmish dorbozlik san'ati. Bu kasb biz uchun ota kasb. Bu kasb biz uchun bobo kasb. Dadamizning kasbini olib tomosha qo'yyapmiz. Xizmatinglarda Respublika maydon tomoshalar qatnashdi. Dunyo ahliga san'atini namoyish etdi. Hoji aka o'g'illarini pastga kutamiz. Sunnatulloh hoji. Rahmat.
Dor ko'rgan savob, dor o'ynagan undan da savob deydi. Savob ishini yelkalariga oldi. Hoji akam o'g'li bilan birgalikda tomosha qo'ydi. Xizmatchilarda Respublika maydon tomoshalar qatnashdi. Said Ahmad hoji o'g'li bilan birgalikda. Ro'yi bo'lsin, o'g'li. Qanday hoji aka?